Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, mana yangi partiyada sveji joyidan sizlarga har safar syomka qilamiz. Bugungi video syomkamizda akalar qo'chqorlar, aslida qo'chqorlar ko'rsatamiz. Yangi partiyada kecha ham bir mashinasi kelgan. Mana yoqqa tushirib qo'yganmiz. Kecha bir mashinasi kelgan, bu ikkinchi mashinasi. Va aktibosida chiroyli kommentariy yozib tursalar, chiroyli syomka qilib beramiz. Bugun hafta kuniga akalar Juma, hammani juma ayyomi bilan 24-oktyabr 2025-yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu tekstilining oldidamiz akalar. Like bosib, kommentariy yozib tursalar, chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Oltiariqdan mehmonlarimiz kelgan, Andijondan mehmonlarimiz kelgan akalar. Mana. Qo'ydi kelishini kutib turishibdi akalar. Qo'ydi zo'ri qatta bo'lsa, o'zi klientlar ham o'shda bo'ladi. Hurmatli obunachilar mana. Chiroyli qilib bitta tirsilab like bosib turasizlar, chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Qo'chqorlarni durlari ketdi akalar. Yartilaganlari ketdi. Garbanoshlarini qaranglar. Kelaverasizlar xudo xolasa. Kecha ham qo'y kelgan, mana bugun ham qo'y kelyapti. Endi indindan to'xtamasdan qo'y kelaveradi. Kimga nechta kerak bo'lsa, ishlarni bitirib beramiz aka. Bu akamiz eski klient, Oltiariqdan. Naliyor aka? Astiyani chetdan olamiz, kelaverasizlar. Men ham u qo'ydi zo'rini boqadi, o'shaning mana shundan oladilar. Bak. Maylar, yana qo'ylarni qarang. Svedan qarang. Tipini svetlar bor. Buncha boqib qo'yarsiz. Bak. Birinchi etaj shu bo'ldi, xudo xolasa ikkinchi etaj shu. Soni nechta bo'ladi? Bu yerda 70 ta. 70 ta uni. 70 ta ekan. Kechagilar soni nechta edi? 60 ta. 60 ta. Jami 130 ta. 130 bosh keldi akalar mana. 130 tasi ke bo'ldi. Ha, gel. Bular ishga chori qo'ylar emas. Qo'zi ekan. Qo'ydi eng zo'rini olaman deganlar, ekranni nima telefon qilaverasizlar. Qo'ydi liderlari mana shu yerda. Ustalik tozalari endi. Men qo'yib ko'rsating, birorta ichidan pasti bo'lsa, shunday olib beramiz. Nima deyapti uni? Yana ham Faqat Mirzabek kir bo'lib ketdi. xolos. Kir bo'lib ketdi yana ham akalar, mashina ko'ryapsizlar, loy, chayil-chayilda ham shunchalik video bilan ko'rinyapti. 2 kunda yartimlaydi endi. Pardozi bo'lib bo'ladi, charchoq chiqqandan keyin. Qo'y. Mana ular hayvon kashlarlar, baqaga. Mana shu. Mana. Qo'ydi qaranglar belini. Jaydari qo'yida 2 yil boqsangizdan bunaqa bo'lmaydi-ku. To'g'ri. Bo'ldi giroz. Bitta olib bering. Mana. Sizlar ham shu yerda mana. Hammaga qo'yib yetadi, hurmatli obunachilar. Ekran nomer telefon qilasizlar, kimga qanaqa qo'y kerak bo'lsa, menga bunaqasi kerak desalar bor akalar mana. Arashan qo'y so'raganlar, mana arashanlar mana. Bo'g'oz, hammasidan bor ekan mana. Qo'zidan so'raganlar, qo'z sog'liqlar, hammasidan bor mana. Kelaverasizlar, ishlarni bitirib beramiz, shu kelsalar ham bo'ldi. Hozir jami soni nechtacha qo'y bor bitta hozir? Kelishdi. Kimga nechta kerak bo'lsa yetadi. Bor, ha, bu tugasa yana top beriladi, to'g'rimi? 100-200 ta oladi. Davomi bor endi. Davomi bor. Bu bunaqada elbi. Bu pulli qo'y, elbi. Buni hozir 600 ta, 700 ta qilib tushirib ola olmaymiz-da, elbi. Nimaga? Biz egasi boqqandaqa batta nima qila olmaymiz. Qara olmaymiz, elbi. Buni egasi aslan bir xilda rejimda qilib boqib turgan qo'ydi elbi. To'g'ri. Olib buni 10 ta qilib 20 ta qilib boqsa elbi unda zo'r ketadi. Bular ashli bo'lsa kerak, bir 200 kilo, 220 kilo olib kelsa kerak emas. Hozir ham
70 kilo, 80 kilo qo'yaman. 70 kilo tepasidan ashlaydi. O'zi 20 kilo dumbasi bor. Akalar, aloqaga chiqib shoshilaveramiz akalar. Mana. Bo'ldi, mana shu qo'shib yuboraman.